Qancha yuzingizga krem surganingiz bilan baribir namlanmayapti. Balki muammo kremda emasdir? 3 ta asosiy sababini aytib o'taman. Uchinchisi eng asosiysi. Birinchi sabab chuqur tozalovchi penka umvalkalarni bir kunda 2 mahaldan ko'p ishlatish. Buni yechimi bir kunda 2 mahal ertalab va kechqurun yengil teksturali, quritmaydigan yuzni pH balansini ushlab turadigan penkalardan foydalanish. Ikkinchi sababi skrab, peeling enzimkalarini aktivlar bilan aralashtirish va ularni haddan ortiq ko'p ishlatish. Buni natijasida teri baryeri buziladi va namlikni yaxshi ushlab qola olmaydi. Bu holatda bizga yechim bo'lib ceramidlar, pantenol, centella kabi teri baryerini tiklovchi komponentlar yordam beradi. Teri baryeri mustahkam bo'lsa, shundoq ham terining o'zi namlikni ushlab qoladi va tez qurib qolmaydi. Va eng asosiy sabablaridan biri yuz terimiz yog'li yoki aralash bo'lsa, bizga namlik kerak emas deb o'ylaymiz. Va albatta bunda bizga gialuron kislotasi, glitserin va aminokislotalar yordamga keladi. Qizlar, sizlar yuzinglarni qanaqa komponentlar bilan namlantirasizlar va bu qanchalik sizlarga yordam beryapti? Bularni kommentariyada gaplashamiz.